Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana biz bugun Farg'ona viloyati Beshtepadan hozir materiallarimizni olib ketyapmiz. Tojikistonda obyektimiz bor edi, 180 kvadratli. Yangi trenddan foydalandik. Xudo xohlasa, hozir mana 3 ta qopda gruntovkamiz, kleylarimiz tayyor. Hozir Tojikistonga chiqib ketyapmiz. O'zbekistonda 12 ta viloyati bo'ylab, Tojikiston, Qirg'izistonda bo'y davlatga chiqishimiz mumkin. Kelishilgan narxlarda Farg'ona viloyatining o'ziga 1 kvadrati materialimiz o'zi 60 ming so'm, xizmati, usta xizmati qo'shilib boraveradi. Kvadrat misol masofasiga qarab akalar. Mana yuklash jarayonlari ko'rishlaring mumkin. Mana yuklanyapti. Bir boshdan chiroyli qilib, akkuratni qilib ko'rishlaring mumkin. Kimgadir shunday xizmatlar kerak bo'lsa, akalar, pastda nomerimizni yozib qoldiramiz. O'zbekiston bo'ylab Qirg'iziston Liboy joyga kelishilgan narxlarda qilib beramiz akalar. Kimgadir shu videomiz manfaatli yoqqan bo'lsa, like tars bosasizlarda, ustakamizga olg'a deb qo'yasizlar. Biz xursandmiz.